Xalqimiz kutgan kunlar keldi azizlar. Endilikda Chevrolet Cobalt avtomobiliga o'zining narxini foizlarsiz bo'lib to'lash 0% rassrochka ochildi bugundan mana rasman. Hammaga assalomu alaykum Humonos kanali obunachilari jigarlarimiz. Bugun nasib bo'lsa Humonos kanalini tomosha qilib turgan aziz yurtdoshlarimizga Navoiy Avtomotors avtosalonidan qo'limda to'liq grafiklar bilan nasib bo'lsa Cobalt avtomobilini oyma-oy nechbuldan chiqish rassrochka grafiklarini tanishtirib o'taman. Albatta undan tashqari ham zo'r yangiliklar bor. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Bir tomondan like bosib, do'stlaringizga yuborib qo'ysa juda ham xursand bo'lamiz. Manzil Navoiy Avtomotors avtosaloni Eski shahar voyinkamasidan o'tganda Mohon to'yxonaga yetmasdan. Telefon nomerlarini ham shu yerga qo'yib o'tish mumkin bo'ladi. To'g'risi bu yangilikni ancha kutdik, lekin nima deydi, orzu qilib kutdik, ishonardik baribir bo'lishini. Mana o'sha kunlar ham keldi. Assalomu alaykum, Aydin opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Charchamayapsizmi? Rahmat. Bugun nasib bo'lsa, albatta yangilikni bombasi bo'ldi. Aha. Video davomida aytib o'tamiz, nima yangilik bo'lganini. Xuddi shunaqa. Menimcha hamma yurtdoshlarimiz bu yangilikni kutgandilar. Menimcha bu zo'r yangilik bo'ldi. Mana hurmatli hamyurtlarimiz Navoiy Avtomotors avtosalonimizdan bemalol kelib, Cobalt avtomashinalarimizga rassrochkalarni bo'lib to'lash evaziga xarid qilishlaringiz mumkin. Faqatgina Navoiy Avtomotors avtosaloni bilan tuzilgan shartnomalarga amal qiladi. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, ma'lumotlarni yetkazib o'tamiz. Ko'p insonlar Cobalt avtomobiliga qiziqishadi. Bularni asosiy nimasi to'lov turlarida kredit foizlari anchagina baland edi oldingi safarlar. Endi juda ham xursand bo'ldik. Uzoq kutilgan rassrochkamiz ochildi mana. Halol narsani ochdik, halol narsaga sal qimmatlik qildi. Endi obunachlarimiz haqiqiy manaki, kutgan insonlarga zo'r yangilik. Ikkilamasdan endi bosadigan joyi keldi menimcha. Ma'lumotlarni beramiz. Demak, oylik to'lovlar bilan ham qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bundan tashqari ham foizlar anchagina pasaytirildi. Shunaqa. Foizlar ham hozirda anchagina qisqartirilgan foizlarda. Rassrochka eng katta yangilik bu rassrochka ochilgani bo'ldi. Bu menimcha juda ham ko'pchilikka ma'qul keladi deb o'ylayman. Mana videoni bugungi sana bilan olyapmiz. Hozir yangiligiga mana 15-iyul sanasi bilan e'lon qilinyapti. Videoni ham nasib bo'lsa hozir bir uzoq nima deydi, chiroyli qilib tez orada chiqarishga harakat qilaman. Bo'lmasam necha foiz to'lash kerak, hammasini grafik bilan tanishtirib o'tamiz. Qarang, 48 soat ichida 2000 ta like yig'ilsa, hammasini batafsil to'lovlari bilan ma'lumotlarni berib o'taman. Hozirda oyma-oy grafiklarni tanishtirib o'taman. Hozir foizlar bilan, rassrochka muddatlari bilan tanishtirib o'taman. Yashang. Bo'lmasam, hozir ikki xil turda Cobalt avtomobili uchun shartnomalar bor. Cobalt Style. Cobalt Style pozitsiyamiz. Bu pozitsiyamiz 156 million 100 ming so'm. Bu pozitsiyamiz uchun boshlang'ich 25% dan boshlab to'lovlar amalga oshiriladi. 65% gacha to'lovni amalga oshirsa bo'ladi. 25% bilan 12 oy muddatga 5 yil muddatgacha qilib olinsa bo'ladi. Rassrochka muddatimiz boshlang'ich 65% boshlang'ich, ya'ni 1 million so'm Style pozitsiyamiz uchun to'lov qilinsa 12 oy muddatga hech qanaqa foizlarsiz bo'lib beriladi. Keyingi avtomashinamiz Cobalt Midnight pozitsiyamiz. MCM pozitsiya 165 million 200 ming so'm. Bu pozitsiyamiz uchun 65% boshlang'ich to'lovimiz 107 million so'm boshlang'ich bilan 12 oy muddatga hech qanaqa foizlarsiz bo'lib to'lash evaziga xarid qilinadi. Yaxshi. Bundan tashqari ham 25%, 30%, 40% to'layman deganlarga ham zo'r variantlar bor. Bu hozir aytayotganimiz qaysi bank bilan chiqarilyapti? Bu hozir ipoteka banki orqali bo'ladigan rassrochkamiz. Ipoteka bank bilan rassrochkaga olish mumkin 65% dan to'lagan holatda. Xuddi shunaqa.
Tushunarli. Endi misol 25, 30, 40 to'layotganlarga rassrochka yo'q demak. Unga 0% emas u, lekin arzonlashtirilgan. Misol uchun 22, 23, 24, 25% gacha edi oldin avtokreditlarimiz, shunday. Cobaltlarimiz uchun. Hozirda eng nima deydi, kam foiz 5%, 1% bilan ham chiqarib berilyapti. 1% bilan ham. 1% bilan ham. Oh be, молодец mana. 25% to'lasak, bir foiz stavkalar bilan ham tanishtirib o'taylik bo'lmasam. Cobalt avtomashinamizga boshlang'ich 60% bilan 1% dan qilib 12 oy muddatgacha qilib xarid qilishlari ham mumkin. Hozirda mana batafsil qilib grafikimiz bilan tanishtirib o'tsangiz. Mana. Xullas 25% dan to'lagan holatida men qisqacha 50% tushuntiray. 50% ni to'laganingizda 36 oyga 13,5, 24 oyga 10,5, 12 oyga 5% dan. Men mana buni 36 oyga 25% dan olgandim. Hozir 13,5 bo'libdi. Arzonlashtirilgan foiz stavkalarida grafiklar chiqibdi. Juda ham yaxshi. Agarda opamiz aytganday 48 soat ichida 2000 ta laykda shundoq yig'adigan bo'lsangizlar, keyingi safargi videomizda Cobalt avtomobilni xuddi mana shu grafik bilan oyma-oy necha puldan chiqishini to'liq tanishtiramiz, bo'lmasam. Xuddi shunaqa. To'liq grafik bilan hamma pozitsiyasini hisoblab aytib beraman. Humoyinuz kanalidan ko'rib kelyapman degan insonlarga nima bonus qilib beramiz? Humoyinuz kanalidan kelgan mijozlarimiz aynan o'zim bilan kelib uchrashsalar, maxsus sovg'alarimiz bor. Kutib qolaman hammalaringizni. Barchani hisobimda kutib qolamiz.